O'zbekiston Prezidenti Yunusobod galereyasi savdo va biznes markaziga tashrifi doirasida shu yerda joylashgan Unicorn Soft IT kompaniyasi faoliyati bilan tanishdi. 2017-yilda tashkil etilgan korxona elektron hujjatlar aylanishi tizimlari va ish jarayonlarini avtomatlashtirishga ixtisoslashgan bo'lib, shu kunga qadar respublika bo'ylab davlat boshqaruvi jumladan ijro organlari faoliyatini takomillashtirish bo'yicha 70 dan ortiq dasturiy tizimlarni ishlab chiqdi. Ular qatoriga prezidentimiz qaror va farmonlari ijrosi intizomi, shuningdek elektron hujjatlarni almashish tizimlari. Bundan tashqari, Dono AI kabi aqlli tahlil tizimi kiradi. E'tiborlisi, IT mahsulotlarining barchasi mahalliy kadrlar tomonidan yaratilgan. Yana bir ijobiy tomoni shundaki, bu hamma davlat organlarini ichki hujjat almashuv G2G xizmatlarini ko'rsatadigan kompaniya. Hozir yana buni mahalla darajasiga tushirish va yanada boshqa tizimlarni kengaytirish, sun'iy intellekt joriy qilish masalalari bo'yicha ham hozir ishlanmalar olib borilmoqda. Va bu yo'nalishda davlatimiz rahbari sun'iy intellektni rivojlantirish, umuman imkoni boricha kompaniyalarni bundan buyog'iga faqatgina bir qanaqadir mahsulotni joriy qilish emas, balki ilmiy tekshirish, ilmiy izlanishlarni olib borish bo'yicha vazifalar qo'yganlar. Shuning uchun bu kompaniya doirasida yangi ilmiy izlanishlar olib boradigan laboratoriyani tashkil qilganmiz va yangi hard texnologiyalarga o'tishga, ya'ni sxemalarni o'zi dizayn qilish, o'sha sxemalar asosida yangi uskunalar ishlab chiqarish bo'yicha ham hozir ishlashyapti va buning natijasida imkoni boricha O'zbekistonni shu raqamli texnologiya salohiyati oshib boradi. Prezidentimiz O'zbekiston davlat xizmatlarini yanada soddalashtirish bo'yicha, aholiga va tadbirkorlik xizmatini kengaytirish bo'yicha katta vazifalar qo'yganlar. Ana endi shu vazifalarni amalga oshirish uchun bizda mana eng katta ikkita kompaniyamiz mana Uzinfocom va Unicorn Soft kompaniyasi. Uzinfocomda bu ko'proq front office xizmatlari, mana MyGo'Uz orqali aholiga tadbirkor ko'rsatgan xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, Unicorn Softda back office bilan G2G, ya'ni davlat organlariga bog'laydigan jarayonlarni optimizatsiya qilish inobatga olingan, ya'ni tashqaridan zaявка bo'lgani bilan davlat organlari bir-biri bilan hujjat almashuvida hammasini integratsiyasi bularni tizimlar orqali bo'ladi. Shuning uchun ham hamma tumanlar, hamma mahallalarda ham ishlaydigan tizim bo'yicha ishlash kerak. Ana shundagina imkoni boricha odamlarimiz o'zi idora yurmaydi, hamma idora hujjatlari ichki tizim orqali aylanadigan darajaga kelamiz va natijada aholimizni, tadbirkorlarimizni hayotini yengillashtiramiz. Endi biz Yangi O'zbekiston kompaniyasi deymiz, chunki 17-yildan beri tashkil qildik, mana 8 yildan oshdi va shu davr ichida prezidentimiz tomonidan juda katta e'tibor berildi IT yo'nalishiga, axborot texnologiyalari raqamlashtirish yo'nalishiga. Mana bugungi kunda sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish yo'nalishida albatta bizga juda ko'p qarorlar chiqdi. Masalan, eng asosiy farmonimizdan biri bu raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi bo'ldi. Bu strategiyada aniq belgilar berildi. Tizimlarni joriy qilishimiz, qaysi yo'nalishlarga e'tibor berishimiz juda katta bir yordam bo'ldi. Umuman olganda elektron hujjat aylanish tizimi bu hammaga kerak. Nega? Hujjat yo'qolmaydi. Elektron raqamli imzo kalitlari bilan imzolanadi. Bir punktdan ikkinchi punktga yetkazish masalasi, yo'l kira xarajatlari, undan tashqari rahbarni eshik tagida kutib qo'l qo'yishiga ketadigan vaqtlar hammasini tejab, albatta elektron hujjat aylanish tizimi yordamida ham tizimli, ham samarali foyda keltirishi bu bugungi kunda dolzarb masala bo'lyapti. Biz shundan foydalanib mana Afrika davlatlariga borib keldik, o'zimizdagi O'rta Osiyo davlatlariga borib keldik, Qirg'iziston, Qozog'iston va Tojikiston bular bilan o'z joriy qilish ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari eng katta hozir qilayotgan loyihalarimizdan biri mana shu O'rta Osiyo davlatlarida elektron hujjat aylanish tizimini bir xillashtirish yagona platforma orqali. Ya'ni Qozog'iston Respublikasida o'zida elektron hujjat aylanish tizimlari bor, Qirg'izistonda bor, mana Tojikistonga o'zimiz joriy qildik. Hozir muzokaralar ketyapti. Ozarbayjon davlatiga joriy qilamiz deb biz hozir kelishuvlar amalga oshirmoqdamiz. Bu kelgusida albatta xat hujjat almashmasdan elektron raqamli imzo orqali tasdiqlangan hujjatlarni davlatlararo aylanish imkoniyatini yaratish beradi. Kompaniyaning ustun tomoni shundaki, respublikamizning barcha hududlarida texnik qo'llab-quvvatlash bo'yicha filiallari mavjud. Ularda 1,5 mingdan ortiq xodim faoliyat yuritmoqda. Shundan 80% yoshlar tashkil etadi. Jamoa yildan yilga kengayib bormoqda. Muhim jihati shundaki, ilgari qorako'z dasturchilarimiz xorijga ish qidirib ketgan bo'lsa, endi chet ellik IT mutaxassislar karyerasini davom ettirish uchun O'zbekistonni tanlamoqda. Xususan, Unicorn Softda pokistonlik va hindistonlik muhandis xodimlar mehnat qilayotgan ekan. Ushbu jihat mahalliy kadrlar salohiyatini oshirish bilan birga O'zbekistonni mintaqaning IT hubiga aylantirishda muhim o'rin tutadi. The first reason was that I wanted to explore more opportunities and to work with great cultures
Yangi imkoniyatlar va madaniyatni kashf qilish O'zbekistonni tanlashimga asosiy sabablardan biri bo'ldi. Pokistonda ko'plab yirik kompaniyalarda faoliyat yuritganman. O'zbekiston esa yanada ulkan istiqbollarni taqdim etmoqda. Tanlov juda keng edi, lekin menga shu kompaniya jozibador tuyuldi. Hozirda turli loyihalar ustida ishlayapman. Mazkur kompaniyaning ezgu maqsadi, ya'ni O'zbekistonda davlat boshqaruvini raqamlashtirish g'oyasi meni o'ziga jalb etdi. Men ushbu jarayon va qarashlarning bir qismi ekanimdan xursandman. Mamlakatda kasbiy rivojlanishim uchun ko'plab imkoniyatlarni ko'ryapman. Shu bois O'zbekistondan hali beri ketish niyatim yo'q. Mamlakatimizda axborot texnologiyalari sohasida yaratilgan qulay shart-sharoit va imtiyozlar natijasida davlat boshqaruvini raqamlashtirish, aloqa infratuzilmasini yaxshilash, IT ta'limini rivojlantirish kabi ko'plab yo'nalishlarda milliy dasturiy mahsulot ishlab chiqaruvchilarning ishtiroki izchil kengayib bormoqda. Bu borada O'zbekiston prezidentining tegishli farmoni soha, tarmoq va hududlarni raqamli transformatsiya qilishning asosiy yo'nalishlarini belgilab bergan. Ushbu jarayonga Yunusobod tumanida faoliyat yuritayotgan Unicorn Soft kompaniyasi ham munosib hissa qo'shib kelmoqda. Ayni paytda Unicorn Soft tomonidan bojxona faoliyatini raqamlashtirish, shuningdek raqamli mahalla platformasini joriy etish rejalashtirilgan. Davlatimiz rahbari kompaniyaning ushbu yo'nalishdagi loyihalari taqdimoti bilan ham tanishdi. Muhtaram yurtboshimiz tomonidan 57-son farmon, 122-son qarorlar qabul qilindi. Mana shu qarorlar bilan bojxona organlariga bir qator vazifalar, ya'ni bojxonani keyingi bosqichga olib chiqish, tadbirkorlarga, eksportyorlarga yanada qulay muhit yaratish maqsadida vazifalar qo'yilgan. Mana shu vazifalarning ijrosini ta'minlashga qaratilgan. Mana shu loyihalar amalga oshirilishi natijasida ikkita yo'nalishni ko'rishimiz mumkin. Tahlil qilganmiz. Birinchi yo'nalishimizda tadbirkorlar uchun bir darcha tamoyil asosida hujjatlarni bir marotaba taqdim etish orqali butun rasmiylashtirish jarayonlarini amalga oshirish mexanizmi. Ikkinchi masalamiz oddiy sodda tadbirkorlar uchun qulay servislar yaratish. Ya'ni ma'lum bir mutaxassislarga murojaat qilmasdan turib, oddiy bilimga ega xodimlar ham soddalashgan holatda deklaratsiyalarni taqdim etish imkoniyatini yaratish. Sohaga sun'iy intellekt elementlarini qo'llash. Ya'ni oxirgi 3-4 yilda tovar transport vositalari harakati bir necha karra o'sib ketyapti. Bularni rasmiylashtirish jarayonlarini faqatgina sun'iy intellekt elementlari bilan bojxona xodimlarini yuklamasini kamaytirgan holatda rasmiylashtirish mexanizmlarini joyiga qo'yish. Bundan tashqari bu o'z navbatida bevosita tadbirkorlarimizning ortiqcha xarajatlarini ham kamaytiradi. Shu bilan birgalikda davlat byudjetidan mana shu loyihani amalga oshirish natijasida 1 trillion so'mdan ortiq budjetda mablag' tejalishiga erishiladi. O'zbekiston prezidenti topshirig'iga binoan 2030-yilgacha BMTning elektron hukumatni rivojlantirish indeksida O'zbekistonni top 30 ta davlatlar qatoriga qo'shish maqsad qilingan. Bu reyting mamlakatlarni 3 ta asosiy ko'rsatkich, ya'ni telekommunikatsiya infratuzilmasi, inson kapitali va davlat xizmatlari darajasi bo'yicha baholaydi. Hisobot har 2 yilda e'lon qilinadi. So'nggi tadqiqot natijalariga ko'ra, ya'ni 2024-yilda O'zbekiston 193 ta davlat ichida 63-o'rinni egalladi va 2022-yilgi natijaga nisbatan 6 pog'onaga yuqoriladi. Davlatimiz rahbari tomonidan qo'yilgan ambitsiyali rejaga erishishda Unicorn Soft kabi kompaniyalarning o'rni yuqori ekanligi aytilmoqda. Bois ularning innovatsion yechimlari bilan davlat boshqaruvi sifati, raqamli texnologiyalar, qolaversa sun'iy intellekt unsurlari yordamida yangi darajaga ko'tariladi. Bu o'z navbatida tadbirkorlarga, qolaversa umuman aholiga yanada sifatli va shaffof davlat xizmatlarini taqdim etish imkonini beradi. Prezidentimiz milliy IT mahsulotlar ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish, yoshlarning sun'iy intellekt texnologiyalari sohasidagi bilim va ko'nikmalarini oshirish, davlat idoralarida raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish bo'yicha tegishli tavsiyalar berdi.